Sizda ham yaxshi xodimlarni ketib qolish muammosi bormi? Agar videoni oxirigacha ko'rsanglar, 3 ta sabab va yechimini aytaman. Men Dildora Tursunova, HRda 17 yillik tajribaga ega mutaxassisman. Aynan xodimlarni samarali boshqarishga oid bo'lgan manfaatli, foydali ma'lumotlarni blogimda qo'yib boraman. Albatta kuzatib boringlar. Yaxshi xodimlar 3 ta sababga ko'ra ketib qolishi mumkin. Birinchisi, bu motivatsiya tizimi noto'g'ri qo'yilganligi. Ya'ni u tirishib ishlayotgani, kimdir qo'li uchida ishlayotgani bilan bir xil pul to'lanyapti va u shundan demotivatsiya bo'lyapti. Demak, motivatsiya tizimini qayta ko'rib chiqish kerak. Ikkinchisi, bu o'sishga imkoniyat yo'qligi. Ya'ni qanaqadir stiklanniy patologga yetib borganki, lavozimda ham, kasbida ham o'sish yo'q. Unda yaxshi xodimlar обязательно ketadi. Shunga ham ahamiyat beringlar. Ya'ni yo o'qitish kerak yoki lavozimini oshirish kerak. Va uchinchisi, bu muhit. Agar muhitingiz yomon bo'ladigan bo'lsa, yaxshi xodimlarni demotivatsiya qiladigan bo'lsa, ya'ni ruhini tushiradigan bo'lsa, unda aynan qadriyatlarga va ichki muhitga ahamiyat qaratish kerak. Va yaxshi xodimlarni ushlab qoladigan, adolatli, ochiq, qadriyatlarga asoslangan muhit yaratish kerak.